Zo'ravonlik, bezorilik va ta'magirlik yo'lini tanlagan shaxs albatta qonun oldida javob beradi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olingan ma'lumotga asosan quyidagi holat aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 20-may kuni soat 19:00 larda Quva tumani Tolmazor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi dam olish maskanida jabrlanuvchi o'z tanishlari bilan o'tirgan payt Quva tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan Tojmatov Ahliddin Po'latovich sherigi bilan shu yerga kelib, hech bir sababsiz o'zaro janjallashib, jabrlanuvchining tanasini turli qismlariga qo'l va oyoqlari bilan urib, tepib, tan jarohatlari yetkazishgan hamda voqea joyidan qochib yashirinishadi. Holat yuzasidan ularga nisbatan Marg'ilon shahar Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, har ikkala gumonlanuvchilarga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ahliddin Tojmatovning yashash manzili ko'zdan kechirilganda esa yashash xonadonida davlat byudjetiga katta zarar keltirgan holda noqonuniy tartibda elektr energiyasidan foydalanib kelayotganligi ham aniqlangan. Mutaxassislarning hisob-kitobiga ko'ra esa yetkazilgan zarar 380 million so'm ekanligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, Ahliddin Tojmatovning hozirda boshqa bir qator jinoiy holatlari aniqlanib, ular bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etyapti. Jumladan, Ahliddin Tojmatov boshqa bir sherigi bilan shu tumanda yashovchi 1989-yilda tug'ilgan fuqaroga 90 ming AQSh dollari miqdorida pul berib, ushbu pullarni undan qaytarib olishda uni o'zini o'zi o'ldirish darajasigacha yetkazishadi. Bundan tashqari esa Ahliddin Tojmatov yana bir sherigi bilan shu tumanda yashovchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaroga 18 ming AQSh dollari qarz berishganligi, pullarni o'z vaqtida qaytarishiga qaramasdan yozilgan tilxatni qaytarib bermay, seni bizda tilxating bor deb unga zo'rlik ishlatish yo'li bilan qo'rqitib, pullarni berishni talab qilib kelishgan. Hozirda yuqoridagi holatlar bo'yicha tezkor surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham tasvirdagi Tojmatov Ahliddin Po'latovichdan jabrlangan bo'lsangiz, yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Qonun ustuvorligi ta'minlanadi. Ogoh bo'ling.